felek. Çomuçların doldurun, su kuyasan başımdan. Çomuçların doldurun, su kuyasan başımdan. Su emez bu aslından, yararken göz yaşımdan. Su emez bu aslından, yararken göz yaşımdan. Haya Kamilo, to'xtang, sizda bir gapim bor. Tushunmadim. Sizda bir nima bor, men shuni ko'rishim kerak. Nimani ko'rsatishim kerak? Taqdiringizni aytib beraman deyapman, Kamilo, taqdiringizni. Sen o'zi kimsan? Qayerga ketyapsan? Men uydan ketdim. Bilmadim, qayoqqa borishni ham bilmayapman. Sen o'z taqdiringni o'zing belgilaysan. Menikini aytib berasan. Borga qolay. Mayli aylancha felek, paymonimni to'ldirib. Mayli aylancha felek, paymonimni to'ldirib. Charx 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 felek, ajalmisan yo malak. 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 Shaharda ham shu yerdamisan? Shaharga birinchi marta chiqishim. Boradigan joyim yo'q, aka. Maylimi bir kunga, bir kun uyingizni tunab qolsam maylimi? Faqat bir kun. Bir kundan keyin ketasan, tushundingmi? Oshiq bo'lib qoldim bir lo'li qizga. Shu achovatlik jayron jayron ko'zga. Oshiq bo'lib qoldim bir lo'li qizga. Ana, buvijon hammasidan yaxshi o'ynayapti. Ko'rdingizmi? Otasini erkasi, yuragimni bekasi. Otasini erkasi, yuragimni bekasi. Singlim, nimaga adashding? Bizni uyaltirib qo'yding-ku. Beshamda buvijon to'g'ri o'yladi. Ular adashdi. Qo'y singlim. Raqqosalik ham bir san'at. Senda bunaqa san'atdan kamroq ekan. Yaxshisi biz bilan qishloqqa qayt, seni erga beramiz. Voy aka, hali yoshman-ku. Ey, nima uchun bunaqa qo'polsan? Ha? Qo'lga tegayapti men sana qiz bolani. Ha? Voy, singlim, sen yaxshisi konsertga, to'ylarga chiqib yur. Televizorga chiqma. Ya, seni toming joydami? To'ylarga chiqqandan televizorga chiqqan yaxshi emasmi? Men ham shunday aytaman-da. To'yga chiqib bo'lamanmi? Televizorga chiqib yuraverdim. Ha? Tortishavermanglar, xolam xafa bo'ladilar. Ko'rmaysanmi singlim, mana kalta xaltani, jahlimni chiqargan. Ha, Mirza Terak kim kerak? Hey, menga qaranglar. Hadeb tortishavermanglar. Bir-biringizga mehr oqibatli bo'linglar, bolalarim. Mana meni ham qizim bor edi. Yo'qolib qolgan. Agar yo'qolmaganda bir yil 40 yoshga kirardi. Qanday qilib yo'qolgan? Bolam vokzalda yo'qolgan. Bolam bilan bir joyga ketayotgan edik. Mushuk paydo bo'lib qoldi. Biram chiroyli mushuk ekan, haligi mushuk bilan andarmon bo'lib, bolamni shunda o'rindiqqa o'tkazib, mushukning orqasidan ketibman. Qaytib kelsam bolam yo'q. Meni dadam bilan onam
bir-birlarini shunaqa yaxshi ko'rardilar, misoli Tohir Zuhra edilar. Sevish kerak odam bir-birini. Dadam o'lganlarda onam 20 kun yemadilar, ichmadilar, gapirmadilar. Bitta nuqtaga tikilib o'tirdilar, bechora. Ha, keyin. Keyin erga tegib ketdilar. Xolajon, qo'shnilarning uyi har doim jimjit edi. Bolalar ko'payib qoptimi? Egam qildi. Anavi Fathulla bor edi-yu, boy. Anavi. O'sha qamatib borgan edi. Anchadan beri qamoqda edi. Menga qara, o'lim qaytib kelib, bolalarni hammasini yig'ishtirib olib keldi bechora. Boqib o'tiribdi. Yonida bitta ayol ham bor. Bu ayol bilan keldi. Lo'limi, o'zbekmi bilolmadim. O'ylab topgan matohingiz sizlarni. Ha, akoyigam, nima bo'libdi? Bor, tushunmagan narsaga aralashma. Hay, tushuntiring, men ham tushunarman. Lo'lilik qilmagin. Siz ham menga o'zbeklik qilmay, bunday tushuntiring. Mana bu narsasi yo orqadan yo yonidan bo'lishi kerak. Bunday tursa, ham mantiqozxon qozonim sig'maydi-ku bunga. Akoyigam, mana buni bunday buraysiz. Buni mundo qilsa bo'ladi. Hay. Bu aylanadimi? Hay bo'ldi. Bachalarga ovqat berish kerak. Tillazinak taqqan shu qulog'ingdan olov-olovdek yongan yanog'ingdan. Ebi, qizim, nega ovqatingni yemyapsan? Go'shtsiz ovqat yemayman. Ey, go'shtsiz bo'lsa ham rosa shirin chiqibdi, ol ye. Yemayman dedimmi, yemayman. Qizim, ishga kirib olay. Albatta go'shtli ovqat bo'ladi. Qizim, go'shiga kelyaptimi? Xidodan so'ra, Xidodan. Qanday qilib? Ey Xido, menga go'sht bergin, degin. Vassalom. Ya o'g'lim, hali ham ushlab turibsizmi? Qo'yavering, go'shingiz uchib ketmaydi. Ey Xudo, bizga go'sht bergin. Akun men hazillashgandim, lekin to'g'ri chiqdi. Endi buni nishonlash kerak qizim. Qani bitta o'ynang. Charxpalagim charxpalag, aylanasan muloyim, to'xtatolmay men qalay, yurgizganmi xudoyim, to'xtatolmay men qalay, yurgizganmi xudoyim. Assalomu alaykum, shef. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xo'sh, ishlar qanday ketyapti? Hammasi yaxshi. Mana bu siz tegishingiz. Sal cho'g'i kamroq. Hop. Ertinda senga jiddiy ish bor. Egamqulni xotini yana o'ziga kelishni boshlabdi. Ukol tayyorlab qo'yganman. Ukol. Borib o'z qo'ling bilan o'sha ukolni qilasan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, shef, bajaramiz. Assalomu alaykum. G'iybatillo sizmisiz? G'iybatillo emas, Oqsar, Haybillo.
Sen anu egam qulda orqasidan ergashib kelgan lo'limisan? Ha, Anaqa go'zallik degan salondan kelyapsanmi deyman? hay shundoq deylik. Nima, salon yopiq ekanmi? Hay Akamillo, odamni mana bu yerida oshiq-moshig'i bo'ladi, haymi? Oshiq-moshig'ini bir ursa, chiqib ketadi. Hay. Lo'liga o'xshamaysan zang'ar. Sanda odamni o'ziga tortadigan nimadir bor. Ancha yildan beri xotinsiz yuribman. Pulim more. Agar xohlasang, Ovozingizni o'chiring, haymi? Sassiq chol. O'zbekchani bilmaydi deb o'ylayapsizmi, a? Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Qani qaytaringchi? Qayta olasizmi? Jag'ingga sakrab bir tepaman. Tez aytishni yodlab olasan, haymi? Ketdik qizim. nima dedi? Oq choynakka sariq Chinursin. Lo'la. Ha? Salom yo'q, alik yo'q. Nima, arpangni xom o'rdimmi men? Xotiningni jinni bo'lishiga men sababchi emasman. O'zing sababchisan. O'sha komandorovga ketganingda senga ichki shunaqa bo'lib qoldi. Oilamni parokanda qildingiz. 5 yil umrim zoya ketdi. Mendan yana nima istaysiz? Ana u lo'lani haydab bor. Yo, nikohingga avval. Odamlar gapirishyapti axir. Men unga qo'limni ham tekkizganim yo'q. Rostdanmi? Juda yaxshi. Bilasan, xotinim o'lganiga ham 1000 yil bo'ldi. Agar xo'p desang, Keting hozir. Hozir sizni ham, o'zimni ham bir narsa qilib qo'yaman. nima? O'z tog'angga ham duo-ibodat qilaman. Ilohi amin. Biring ikki bo'lmasdan achaylar. Nasıl ketmaysizmi? Jonimga tegib ketdingiz. Akoyiga, nima bo'lyapti sizga? Yo'qol! Hamma seni deb bo'lyapti. Ko'zimga ko'rinma. Voy! 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 Akoyiga! Voy! Voy! Nima bo'ldi sizga? Voy! Alo, Akoyiga! tez yordammi? Ko'chalarni yetib kelmadi. Dadam mazalari bo'lmayapti. Yiqilib tushdilar. Ha, Aqcha 17-uy. Xo'p, tezroq kelinglar. Yurak urishlari ham yaxshi emas. Tomir ham ko'ryapti. Sun'iy nafas berish kerak. Axir yoshlari katta-ku. Axir vazifangiz. Mo'ylovi bor ekan. Harakat qiling. Bundan oldingi bemorga o'zi sun'iy nafas berdingiz-ku. Ha, u ayol kishi edi-ku. Ko'kragini yaxshilab bosib ko'raylikchi. Yanga, qo'ldan kelguncha harakat qildik. Xudoyim sabr bersin. Charxpalagim charxpalag, aylanasan muloyim. To'xtatolmay men qalay, yurgizganmi Xudoyim. To'xtatolmay men qalay, yurgizganmi Xudoyim. Charx 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 charxpalag, to'xtatolmay men qalay. Charx 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 charxpalag, to'xtatolmay men qalay.
Turing! Turing! Turing dedim sizga. Turing! Turasizmi? Yo'qmi? Yo'qmi turasizmi? Turing! Qo'ymang dedim sizga. Voy o'lay. Ha o'lgan odamning ustiga sakrash gunoh-ku, qizim. Men bilaman yo'lini, bilaman xola. Mana hozir. Mana. Sidrasan. Boshqa barmoq qurib qolganmidi? Menga endi shunisi yoqadi-da. Bayram opa, ketmang iltimos. Axir sizga o'rganib qolgan edik-ku. Iltimos. Voy bachalarim, men o'z vazifamni bajardim. Axir men lo'liman. Sizlarni uyingizda qolish menga muhim emas. Xayr, yaxshi bo'ling. Shu achovatlik jayron ko'zga oshiq bo'lib qoldim bir lo'li qizga. Shu achovatlik jayron ko'zga otasini erkasi yuragimni bekasi. Otasini erkasi yuragimni bekasi. Ako deb xo'p qiynaydi shirin. Qani endi o'zbek bo'lib qolsam edi. Qani endi o'zimizdan bo'lib qolsang edi. Ko'zlari jayron, tillari biyron, lo'li qiz. Tillazirak taqqan shu qulog'ingdan olovdek yongan yanog'ingdan. Tillazirak taqqan shu qulog'ingdan olovdek yongan yanog'ingdan. Oshiqlaring hayrona bo'yningdagi marjona. Ibexoy, kelinglar. Siz ham o'zimizdanmi? Yo'q, men anjaliman. Bu yerda ham qarindoshlar ko'p. Shu bagumshida biravki. Burga ogazidagi soni monda raftam. Burga ani xudomo. Kimi kunat gazat. Burga chaqqani uchun qochib ketgan emish. Qoni bizdan emasda. Qoni bizdan bo'lganida burga chaqqani ta'sir qilmas edi. Men buni vokzaldan topib olgan. O'sha kuni bayram edi. Ismini ham Bayramxon qo'yganman. Bizning qabilada bir gap bor. Qochgan qizni qabul qilmaymiz. Menga qarang. O'sha kuni 8-martmidi? Ha, 8-mart bayram edi. Vokzaldan. O'rindiqdan. Voy. Meni qizim bu. Sayrab qoldim. To'xtatolmay men qalay yurgizganmi Xudoyim. Ano, betga chopar Jumanazar bor-ku. Shunga qilasan. Butun umrini jinnixonada o'tkazsin. Baras. Xo'jayin, bir oy oldin bergan kollejdan egam qulli xotini ketdi. Bu ham ketib qolsa, voliga qolamiz. Ya, bunaqa betga choparlar faqat jinnixonada yotish kerak. Tushundingmi? Gapimni qaytarma. Bor, tezroq ukolini qil. Mayli, bajaramiz. Lekin gunohi sizga. Gunohi ikkalovimizga, tushundingmi? Soqqasini olyapsan. Jaji o'zingdan ketmagin. Bor ishingni qil. Ho'kiz. Kal. Ha, aka. Sizda bir narsani ko'rdim-da. Qo'lingizni bersangiz ko'rib qo'yardim.
qo'lim bilan yuragimni ham beraman, olasanmi? Voy, olaman. Sibir. Ay. Ana shunday chiqing bo'ladi. Qaymi? Jinni bo'lib o'l. Achovatlik jayron ko'zga. Oshiq bo'lib qoldim bir lo'li qizga. Shu achovatlik jayron ko'zga. Otasini erkasi, yuragimni bekasi. Otasini erkasi, yuragimni bekasi. Ako deb xo'p qiynaydi shirin shevasi. Voy lo'li qiz, voy dod lo'li qiz. Ko'zlari jayron, tillari biyron, lo'li qiz. Voy lo'li qiz, voy dod lo'li. Assalomu alaykum. Diqqat, tezroq kelinglar. Men shu yerdaman. Tezroq uchamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avvalo tanishib olsak, ismingiz? Jumanazar. Ha, Jumanazar aka. Meni ismim Nasafiy. Men video blogerman. Jumanazar aka, hozir nima qilib o'tiribsiz? Tarbiya xodimlarini kutyapman. Ha, siz oldin ham bir borib kelgansiz ular tomonga. Qalay bo'ldi taassurotlar? Ha, yaxshi. Oldingi safar o'sha Jonboyda velosipedda ketyapsam, Aqchaga ketayotgan edim. Birdan projektorlari bilan to'xtatishdi. Nima, velosipedimni benzini tugab qoldi, oyog'im ham ishlamay qoldi, qo'lim ham ishlamay qoldi, keyin umuman ishlamay qoldi. Keyin qiz, bitta sochini sariqqa bo'yab olgan qiz tortishkadan kallasini chiqartdi, Jumanazar aka deb ko'zini qisdi. Xuddi senga o'xshagan ayol. Kechirasiz, Jumanazar tog'a, men qiz bola emasman, o'g'il bolaman. Yo'q, astag'firulloh. Keyin nimaga nima qilgandan keyin qo'lim ham ishlab ketdi, oyog'im ham ishlab ketdi, keyin ishlab ketdi. Sizni chaqirgandan keyin? Ha, chiqdim. Choy poy ichgandan keyin Jumanazar aka, siz biz bilan ketishingiz kerak deydi. Yo'q, men vatanimdan ketmayman, vatanimda qolaman dedim. Desam, bolalaringiz bor, yetim bo'lib qolmasin deyishdi. Yo'q, bolalaringiz ham bormi? Nechta? 120 ta. 120 ta? 60tasi ayol, 59 tasi erkak ekan. Ha, bittasi. Bittasi senga o'xshagan ekan. Tushunmadim men sizni. Menga nima qilibdi? Yo'q, nima qilibdi menga? Men sizni bir binoydek odam, u yoqlarga borib ko'rib kelgansam, siz g'ir jinni odam ekansiz. Kim jinni? Siz. Men bu gaping uchun seni sudga beraman. Bu yerda sud emas. O'sha tarbiya xodimlarini sudga beraman. Mahalla komitetlari ham bor yerda. Senga ko'rsatishadi hali. Hozir.